Oyiga $1000 topasiz, yomon emas, ko'pchiliknikidan yaxshi, lekin 6 oy oldin ham $1000 edi, 1 yil oldin ham $1000 edi. Loyihalar almashadi, mijozlar almashadi, lekin summa o'zgarmayapti. Bu tasodif emas. $1000 ko'p targetologlar borib urilib, qotib qoladigan, to'xtab qoladigan nuqtasi hisoblanadi. $1000 gacha sizda o'sish bor edi, chunki siz endi o'rganish bosqichida, etapida edingiz. O'rganish bosqichidan keyin o'zi ishladingiz, loyihani sonini oshirdingiz, summani oshirdingiz, lekin aynan mana shu 1000, 1200, 1500 patologdan o'tolmayapsiz. Bunaqa holat faqat sizda bo'lmayapti. Bunaqa holat juda ham ko'p targetologlarda bo'ladi va yillar mobaynida mana shu joyda to'xtab qolishadi. Bugun men sizga mana shu $1000 devorini teshib o'tib, $3000, $5000, $6000 chekka chiqishi 5 ta ishlaydigan instrumentini beraman. Bu nazariya emas, bu men shaxsan o'zim o'quvchilarimda ishlatgan haqiqiy ishlaydigan instrumentlar. Assalomu alaykum, ismim Kamoliddin. Kamol Digital taxallusi bilan tanishadi. 8 yildan beri digital marketingda o'z faoliyatimni ko'rsatib kelaman va shu paytgacha 100 dan ziyod uspeshniy keyslarimiz bor. Bundan tashqari hozir jamoamda 15 dan ziyod aktiv ishlab kelayotgan loyihalar bor. Va bizda ishlaydigan asosiy loyihalar kamida 40 ming, 50 ming dollar oyiga oborot qilishadi. Bu video allaqachon 800, 1200, 1500 dollar orasida stabil daromad qilayotgan targetologlar uchun. Agar siz fundamental bilimlar darajasida bo'lsangiz, endi o'rgangan bo'lsangiz, endi o'rganayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun emas. Bu video aynan nimaga men bu yerda qotib qoldim deb savol beradiganlar uchun. Agar siz ham o'zingizda shunaqa savol berayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. $1000 dan chiqishi 5 ta instrumentda. Birinchisi bu o'zingizni tahlil qiling. O'zingizni tahlil qiling deganimda siz $1000 dan oshira olmayotganingiz sababini aniqlashimiz kerak. Siz mana shu ikkita narsaga yaxshilab e'tibor bering. Siz xizmatingiz summasini qimmatroq sota olmayapsizmi? Ya'ni qimmat chekka sota olmayapsizmi yoki yangi loyiha ola olmayapsizmi? Bu ikkalasi bir xil narsa emas. Agar siz misol uchun aytaylik, oyiga 4 ta 5 ta loyiha olyapsiz, lekin har bittasidan $200 dan olib $8000 orasida topayotgan bo'lsangiz, demak sizda muammo yangi loyiha olishda emas, chunki oyiga 4 ta 5 ta loyihaga xizmatingiz sota olyapsiz. Gap shundaki, sizning muammoingiz loyihaga qimmat narxda xizmatingizni sota olmayapsiz. Lekin sizda bitta loyiha bor, yana qo'shimcha vaqtlaringiz bor bo'ladigan bo'lsa, siz yangi loyiha olishda sizda muammo bor. Ko'pchilik mana shu ikkita narsani adashtirib yuboradi. Lekin bu ikkalasi ham ikki xil narsa. Ya'ni siz birinchi navbatda tahlil qiling, siz yangi loyiha olishda sizda muammo bormi yoki loyihaga narx aytishda muammo bormi? Ikkinchi instrument bu o'z qiymatingizni biling. Bu deganim, men sizga ikkita misol tariqasida keltirib beraman. Bitta shogirdim avtosalonga reklama yoqyapti. Ana shu avtosalonga xizmatini $100 ga sotgan. Atiga $100 ga. $100 ga xizmat ko'rsatib beradi, oyiga $100 ga. Va ana shu avtosalonni sotuvlarini qilib beradi. Biz u bilan o'tirib, qanaqa qiymat ularga berayotganini ko'rib chiqdik. Nechta mashina sotayotganini ko'rib chiqdik. Qanaqa oborot qilayotganini ko'rib chiqdik ana shu avtosalonni. Va u olayotgan summani keyin solishtirdik. O'zi ham xafa bo'lib ketdi. Nimaga $100 olyapman degan tushunchaga kelib qoldi. Keyin ana shu loyihasi bilan boshqatdan переговор o'tkazilindi va u endi har bitta sotuvdan, har bitta mashina sotuvidan $60 dan olishni boshladi. Loyiha o'sha, mijoz o'sha, faqat ishlash modeli o'zgaryapti. Yana bitta boshqa shogirdimizda bo'layotgan holat, u ishlayotgan loyihasida 100 milliondan ortiq aylanma, oborot qilib berardi. Lekin xizmat summasi qancha olardi bo'ylaysizlar? Atiga $200. 100 milliondan ortiq aylanma va xizmat uchun atiga $200 olyapti. U bilan ham xuddi shu ishni qildik. Mijozdan kerakli ma'lumotlarni so'rattirdik, boshqatdan переговор o'tkazdik va endi aynan ana shu loyihadan $200 emas, balki $1000 topishni boshladi. Ya'ni nima? Xuddi shunaqa, yana loyiha o'sha, mijoz o'zgarmayapti, faqatgina ishlash modeli o'zgaryapti. Xuddi shunaqa, agar siz targetolog sifatida siz ishlayotgan loyihangizda, siz orqali kelayotgan oborotni, siz orqali kelayotgan foydani bilmayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz o'zingizni xizmatingizni katta summaga sota olmaysiz. Endi o'zingizga savol bering. Siz ishlayotgan loyihalaringizda ana shu kompaniyaning oborotini, siz olib kelib berayotgan foydani bilasizmi yoki yo'q? Bu yo'lda yana bitta yo'l bor, bu performansga loyihalarni olish. Ya'ni faqatgina bitta summaga kelishib, o'sha summaga xizmat ko'rsatib berilmaydi. Savdo hajmi yoki foyda hajmi o'zgargani sari sizga ana shu loyiha, ana shu biznes ko'proq pul to'lashni boshlaydi. Ya'ni savdo ko'p, xizmatga ajratilgan pul ham ko'p. Uchinchi instrument bu kundalik hisobot hisoblanadi. Biz buni RNP deb nomlaymiz, RNP, ya'ni ruka na pulse.
Qo'lni har doim pulsda ushlab turish. Pulsda ushlaganda nima? Yurak urayotganini ko'rib turibmiz. Xuddi shunaqa biznesda ham qo'lni pulsga qo'yib, o'sha biznesni yuragi qanaqa urib turganini ko'rib turish. Kunlik hisobotda eshitilganda ko'pchilik oson ish shu ham qiyinmi? Qo'yib yuborish muammo emas. Buni davomiy qilib yurish muammo. Ishonavering, kunlik hisobot muammosiz deb eshitiladi, lekin buni yo'lga har doim qo'yib, davomiy qilib yurish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Endi kunlik hisobotni yo'lga qo'yishi plus minuslari nima? Minuslari deyarli yo'q. Minuslari sizni 5 minut vaqtingizni olishi mumkin yoki 10 minut vaqtingizni olishi mumkin kunlik to'ldirib borish uchun. Lekin siz kunlik hisobot qilib yuradigan bo'lsangiz, birinchi navbatda biznes egasi kirganda raqamlarni har doim ko'rib tura oladi. Har doim svejey отчетni, barra hisobotni ko'rib tura oladi. Bu degani sizni ishlayotganingizni ko'radi. Biznes egasi bizni nima qilayotganimizni kompyuter qarshisida o'tirib olib, misol uchun ko'pimiz onlayn ishlaymiz, bizni nima ish bilan mashg'ulligimizni bilmaydi. Shuning uchun kunlik hisobotlar topshirib turish ham bizning ishlayotganimizni isboti sifatida ishlaydi. Bundan tashqari, misol uchun aytaylik, ko'pchilik oy oxirida hisobot qiladi. Oy oxirida hisobot qilganda nimadir natija yomon chiqqan bo'lsa, endi kech, bir oy o'tib ketib bo'ldi. Agar lekin siz kunlik отчетga o'tadigan bo'lsangiz, kunlik hisobotda qaysi kuni yomonlashsa, nimaga yomonlashdi deb chuqurlashsa bo'ladi. Ya'ni nimadir yomonlashganini bir oydan keyin emas, bir kundan keyin bilayotgan bo'lasizlar. Bu sizni kuniga atigi 5 minut vaqtingizni talab qiladigan narsa, sizni biznes egasini oldida qilayotgan ishlaringizni ko'rsatib beradi, sizni ishingizni qiymatini ko'rsatib bera oladigan instrument hisoblanadi. 4-instrument xizmatingizni kengaytiring. Bizda upsell degan tushuncha bor. Ya'ni bizdan telefon olgan odamga telefonga bog'liq bo'lgan yana narsa sotishimiz. Misol uchun iPhone sotib oldi, biz naushnik sotishimiz mumkin, chexol sotishimiz mumkin shunga. Ya'ni qo'shimcha sotishimiz mumkin bo'lgan instrumentlar. Ya'ni sizni xizmatingizda upsell qilish mumkin bo'lgan nimalar bor? Siz Meta Ads bilan shug'ullanasiz, ya'ni o'sha Ads Manager bilan, Target bilan. Bunga qo'shimchasiga Telegram Ads taklif qilishingiz mumkin, upsell qilishingiz mumkin. Google Ads yoki qo'shimcha landing page'lar yasab berishi siz aynan upsell sifatida ishlatishingiz mumkin. Sizga yangi mijozdan ko'ra hozir ishlab kelayotgan mijoz ko'proq ishonadi. Ya'ni birinchi navbatda siz misol uchun aytaylik, ikkita odamga $500 dan xizmatingizni sotgansiz, siz uchinchi odamga $500 xizmatingizni sotgandan ko'ra, mana bu ikkita $500 dan uje sotib bo'lgan odamlaringizga, ya'ni $200-300 mahsulotlaringizni, xizmatlaringizni upsell qilishingiz osonroq. Chunki uje pul to'lab yurishibdi, sizni xizmatingizdan foydalanishyapti. Siz bularga $200 dan, mana shu Telegram Ads $200 dan, Google Ads yana $200 dan sotadigan bo'lsangiz, ya'ni 2x xizmatingiz summasi o'zgaryapti bu joyda. Biz alohida ishlarni tekinga qilib bermaymiz, upsell sifatida, qo'shimcha xizmat sifatida alohida sotishimiz kerak. Shuning uchun siz ko'proq xizmat turlarini yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. 5-chi va eng oxirgi instrumentimiz bu muhit hisoblanadi. Atrof muhit shunaqangi narsaki, siz atrofingizda vaqtini bekorga ketkazadigan, vaqtini o'yinlarga ketkazadiganlar bilan yuradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz ham ertaga vaqtingizni bekorga yoki o'yinlarga ketkazadiganlardan biriga aylanishingiz hech gap emas. Siz atrofingizda faqatgina $1000 topadiganlar bo'lsa, siz uchun $1000 topish normal hisoblanib qoladi. Siz 3000, 4000, 5000 topish haqida hatto o'ylamasligingiz ham mumkin. Bu narsa qasddan qilinmaydi. Bu narsa tabiiy ravishda sodir bo'ladi. Lekin agar siz 3000, $5000 topadigan kurugida yuradigan bo'lsangiz, siz ular qanaqa xizmat etayotgani, qanaqa xizmat taklif qilishayotgani, qanaqa переговор qilishayotgani, bularni o'rganasiz va ular topayotgan summaga chiqish sizda ham harakat boshlanadi. 3000, 5000 ga chiqish siz uchun ham normalga aylanadi. Bu degani sizning harakatingiz ham ularga qarab o'sishda davom etadi. Mana shu 5 instrument: tahlil, o'zingizni qiymatingizni bilish, kunlik hisobot, muhit va xizmatingizni kengaytirish. Mana shu 5 ta instrumentni ishlatish orqali siz $1000 devorini teshib o'tishingiz hech gap emas. Va shuning uchun aynan mana shu targetologlarni yangi darajaga olib chiquvchi muhit qurmoqchiman. Yaqinda aynan mana shu mentorlik dasturimni 4-patogini boshlaymiz. Mana shu mentorlik dasturimda oldin o'qigan o'quvchilar eng kami 2x o'sishgan. Bu degani 5-6x o'sganlari ham bor. Xuddi avtosalon misolidek. Mentorlik 4.0 dasturim aynan $1000, $1,500 orasida yurgan targetologlarni olib, $3000, $5000, $6000 ga olib chiqish uchun yo'naltirilgan dastur hisoblanadi. Agar siz 0 dan bo'ladigan bo'lsangiz, bu dastur siz uchun emas. 0 dan uchun boshqa dasturlarimiz mavjud. Bu dasturimizda bo'lsa faqatgina ishlab kelayotgan targetologlar uchun.
Dastur asosiy 3 bo'limdan iborat. Birinchi bo'limi muzokara va qimmat sotish qoidalari. Boya avtosalon misolida keltirganimdek, loyiha o'zgarmayapti, mijoz o'zgarmayapti, faqatgina ishlash prinsipi o'zgaryapti. Nimaga o'zgaryapti? Un bilan to'g'ri переговор qilinyapti. Bu bo'limda siz mijozni og'riqlarini o'rganish va unga qanaqa yechim berish kerakligini, qanaqa qilib narx aytish kerakligini, qanaqa takliflar berish kerakligini o'rganasiz. Ikkinchisi bu Facebook Ads'dagi chuqur ko'nikmalari, bilimlari o'rganasiz. Qanaqa qilib katta budjetli loyihalarni olib, ularga qanaqa qilib natija ko'rsatib berishimiz kerak. Misol uchun kuniga 2000-3000 dollar ishlatadigan loyihalarda qanaqa qilib maksimum effekt olib kelsak bo'ladi. Qanaqa qilib loyihalarimizda aynan mijozlarni LTV'sini oshirishimiz mumkinligini aynan mana shu joyda o'rganib olsanglar bo'ladi. Uchinchisi targetingdagi ishlatiladigan barcha pro strategiyalarni chuqur o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. AI orqali qanaqa qilib natijalarni yaxshilashimiz mumkin. Performance marketing orqali qanaqa qilib daromadni oshirishimiz mumkin. Avtovaronkalarni chuqur o'rganib olishingiz mumkin. Bulardan tashqari dastur ichiga agentlik ochish, jamoa yig'ish, ularni to'g'ri tizimga qo'yish va shaxsiy brend yuritish aynan targetolog sifatida bular barchasi o'z ichiga kirib ketadi. Ya'ni siz bu yerda nafaqat ijrochi sifatida, balki mutaxassis sifatida o'z yo'lingizni topish uchun sizga beriladigan to'liq tizim hisoblanadi. Dastur formatiga to'xtaladigan bo'lsak, 18 ta offline dars, onlayn qatnashish imkoniyati, har bir o'quvchiga biriktiriladigan shaxsiy kurator va muntazam nazorat bo'ladi. Darslar zapisi bo'ladi, ya'ni qaysidir dars o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, ana shu darsda bo'lgan narsalarni qaytadan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. O'quvchilar klubiga qo'shilish. Sizga tepada aytgan muhitim esinglardami? Aynan ana shu muhit 3000-5000 dollar topadigan targetologlar bilan fikr almashish muhiti. 3 oy mobaynida soprovождение, ya'ni kurs tugagandan keyin yo'q qolmaymiz, siz bilan aloqada bo'lamiz. Siz natijangizni yaxshilashingiz uchun biz doimo tayyor turamiz. Bonuslarga to'xtaladigan bo'lsak, Google Ads alohida modul, Telegram Ads alohida modul. Sizlarga tepada aytdim esinglarda bo'lsa, aynan upsell qilishingiz mumkin bo'lgan xizmatlar deb. Aynan mana shu xizmatlar orqali ham siz upsell qilib, yana qo'shimcha daromad ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, bonus sifatida yopiq klubga qo'shilish imkoniyati bo'ladi sizda. Bu men sizga aytgan raqamlar o'ylab topilgan emas. Bu 300 dan ortiq oldin o'qigan o'quvchilarimdagi natija. Bundan oldingi 3 ta potokdagi eng kamida 2x o'sish. Bu statistika, ehtimol emas. Mana vaqtim yo'q deyishingiz mumkin. Siz allaqachon ishlaysiz, siz noldan o'rganmaysiz. Aynan dasturimizda ham allaqachon ishlayotgan targetologlarga yo'naltirilgan. Bu dasturimiz mana shu ishlayotgan targetologlarni vaqtiga to'g'ri keladigan qilib qo'yiladi. Haftasiga 3-4 soatlik dastur hisoblanadi. Men bu narsalarni o'zim ham qila olaman deyishingiz mumkin. Albatta mumkin. Lekin aynan mana shu tepada aytib o'tilgan, ikkinchi misolda aytib o'tilgan o'quvchilarni eslang. Ular yillar mobaynida mana shu narxga xizmat ko'rsatib kelishgan. Lekin ularda mana shu muzokara qoidalari, tajriba bo'lmaganligi uchun ular qimmatga sotisha olmagan va qanaqa qilib qimmat sotishni bilishmagan. Lekin aynan mana shu tajriba yetishmovchiligini qanaqa qilib to'ldirish mumkin deydigan bo'lsangiz, yillar mobaynida yig'ilgan tajribadagi bilimni sotib olish imkoniyati bor. Dastur menga to'g'ri kelmaydi, men nisham boshqa deyishingiz mumkin, lekin dastur ichidagi strategiyalar qanaqa nishada bo'lishingizdan qat'iy nazar ishlaydi. Chunki qimmat sotish va muzokara qoidalari, analitikalar, strategiyalar umumiy prinsiplar hisoblanadi. Buni men avtosalondan tortib ishlab chiqaruvchigacha sinab ko'rganman. Agar siz ham mana shu 1000 dollar devorini buzib o'tib 3000, 4000, 5000, 6000 dollarga chiqmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldiraman. Mana shu havola orqali o'tib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Shoshilishingizni so'ragan bo'lardim, sababi har bitta o'quvchi uchun alohida kurator va muntazam nazorat bo'ladi dedim va bu ishni biz cheksiz qila olmaymiz. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda tayyorman deb yozib qoldiring. Shaxsan o'zim javob berib chiqaman. Mentorlik dasturida ko'rishguncha.